Xo'p, obunachimiz zakaz bergan Xiaomi 17 Pro Max keldi. 16 ga 512 talik qora rangida. Tayyor Xiaomi o'zi firmaning o'zi proshka qilib bergan buni globalga. Bilasiz, 17 Pro Max Xitoy versiyasida yo'q. Angliskiy bo'ladi. Bizda bu turmush usulida o'zbek tilida 100% hammasi bor. Firmaning o'zi proshka qilib bergan. Ochib ko'rsatamiz. Yangi paketga kelgan. Ochib ko'rmoqchi bo'ladi. Ochamiz. Kecha soat 10 yomg'ir ham yog'yapti. Shunaqa. Qolganga kelgan. Telefonimiz yonida. Hozir ko'ramiz, proshka qilinganmi yoki yo'q, hammasi bukladi ochiq demay proshka qilingan. Xohlasa telefonimiz tayyor. Biz yoqib ko'rsatamiz. Xo'p, telefonimiz yonida. Ko'ryapsiz, hamma tildan bor. Tayyor proshka qilingan, hamma tildan bor. Bizga kerak biza. Ko'chaga hammamiz baribir O'zbekiston region. Qilamiz. Xo'p, telefonimiz yonyapti, propustit qildik. Servis Google'lari bor tayyor. Xitoyda chiqmaydi, bilasiz. HyperOS 3 oxirgi proshka qo'yilgan. Play Market hammasidan bor, polniy rus tilida qilingan. HyperOS 3 qo'yilgan, oxirgi pokoleniya proshka qo'yilgan. Ijozimizga beramiz bu telefonni. Kimga shunaqa zakazlar kerak bo'lsa, bizda bor, zakaz bersangizlar bo'ladi. Instagram, Telegram kanalimizda telefonni biriktirilgan. Doim Smart Marketdan mana shunaqa proshkali, tayyor global versiya telefonlarni olib kelib beramiz.